Kechiring. Menga naushnikni birini akab bergan bo'lsangiz. Men vaqirab chaqirib bermang, Juma efendim. Men sizga nima vaqirab chaqirdi? Bo'ldi, avval o'zingizni besib oling. Men o'zimni besiviliqliq, menga faqat naushnik kerak edi. Efendim, davlatimiz hozir mushkul vaziyatda turmoqda. Biz bilan hamkorlashishingizni umid qilaman. Bilmadim, buning naushnik bilan nima munosabati bor? Sizlar bilan hamkorlashmayman demadim. Menga faqat naushnikni birini akab bersangiz, jim o'tirib kino ko'rgach, ish pishig'imni chiqaray dedim. Gap bormi efendim? Menimcha yo'q. Bo'lmasa, oqiq berib paranglashib olamdik ya. Nimani paranglish emas, o'tirimizda paranglashqida gap yo'q-ku. Aeroplan mulozimi gapimga pisand qilmadi. O'zingizni besib oling. Men o'zimni besiviliqliq, kallanglarning dardi bormi nima? Aeroplandagi hammalarni demoqchimisiz? Oh, undaq emas, men faqat sizlarni demoqchi. Boshqa maqsadim yo'q. Efendim, men sizning aeroplanda irqiy kamsiz harakatil bo'lishingizga yo'l qo'ymayman. Bo'libmi, davlatimiz mushkul vaziyatda turayotganda. Men irqiy kamsiz kuchi emas, men faqat kino ko'rmoqchi. Sizni yana bir qatim ogohlantirib qo'yay efendim. Yaxshisi, o'zingizni besib oling. Men o'zimni besiviliqliq.